Aniq bilib aytolmayman, hali Instagramda bunaqa marojna tayyorlanishini ko'rmagansiz. Shunaqa chiroyli san'at asariga teng marojnalarimizni hozir sizlarga 3 xilini tayyorlash ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib marojnamizni asosi uchun quyultirilgan sut bilan qaymoni shunaqa kremli holatga keltirib olamiz. O'zingiz xohlagan eriydigan shokoladdan foydalanib, marojna tayyorlamoqchi bo'lgan idishimizni devorlarini qoplab chiqib olamiz. Shokoladimiz qotganidan so'ng ustiga foto videoda ko'rsatilgandek qilib krem hamda MM dan silib olamiz. Endi shunaqa silikonli lola gul qolibiga xuddi shu jarayonni takrorlab olamiz. Faqat bu gullar hech qanaqa nachinkasiz o'zini tayyorlaymiz. Bizda 3-marojnamiz atirgulli marojna. Buni nachinkasiga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Kremaga ozgina krasitel solib, malina donachalari bilan ta'mini boyitib olamiz. Menga shu uchalasidan aynan shunisi juda ham yoqdi, ham ko'rinishi, ham mazasi. Bizda birinchi tayyorlagan marojnamiz tayyor bo'ldi. Orasi xuddi hozirgi trendiga marojnaga ham o'xshab ketadi. Mazasi esa mamdamizlar bilan rosa ham zo'r chiqar ekan. Endi esa qolipdagi gullarimizni ochib olamiz. Ikkalasining ham ko'rinishi juda ham ideal chiqdi. Endi buni ko'rgan odam yemasdan faqatgina tomosha qilib o'tiradi. O'zingizga saqlanib qo'ying, chunki yaqin orada bu gullar ham trendga chiqib ketishi mumkin. Agar siz ham o'sha Instagram portlatib trendga chiqayotgan marojnalarni yeb ko'rmoqchi bo'lsanglar, lekin topolmayotgan bo'lsanglar, hamma trendga chiqayotgan narsalarni birinchilardan bo'lib kelib qo'yadigan do'kon bu albatta. Shundoqqina Shuhrat chorrahasida joylashgan Andalusdan bemalol topsanglar bo'ladi. Bu do'konning o'zi ham, assortimenti ham juda ham katta. Xohlagan narsalarni topib chiqib keta olasizlar.